Assalomu alaykum. Mana hozir ko'rib turganingizdek, plisiya jaluzlarimizni kuxnyamizga qo'yib berganmiz. Har bittasiga alohida bo'ladi. Hozir ishlatib tushuntirib berishga harakat qilamiz. Ko'rayotganimiz mana yaqinroq kelib ko'rsangiz, buni ko'rayotganimiz pastli qismida alohida turishiga ateni qilinadi. Tepasida alohida bo'ladi, pastida alohida bo'ladi. Keyin ko'rayotganimiz bu splashni razmerimizga ham o'rnatib berganmiz. Bu tepadan pastga tushirsa bo'ladi. Bemalol ishlatiladi. Ivani ko'rayotganimiz pochkani ham xuddi shu narsani ochib qo'yiladi. Xuddi shu narsa. Bu ko'rayotganimiz tepadan pastga tushdi yoki pastdan tepaga chiqaramiz. O'rtada qoldirsak ham oyna ochiladi.